Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, mahalladoshlar, hamqishloqlar. Hamma zo'rmi? Ishlar bilan charchamasdan yaxshi yuribsizlarmi? Mana xudo xolasa biyagomuslarimizni tayyorlab boshladik. Mana bir teplitsachi akamiz bor ekan. 1,5 tonna biyagomus zakaz berganda mana tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa hozir yuklaymiz, mashinasi kelsa. Xuddi shunday 30 kilogramdan standart qilib tortib tayyorlab berdik. Mahalladoshlar, tomorqa yerlaringizni unumdorligini oshirishga juda katta yordam beradigan biyagomuslarimiz sotuvi boshlandi. Xabarlaringiz bor. Ertaroq ulgurib qolingizlar. Xudo xolasa zakazlarimiz ko'p. Ertadan sotilib ketsa atdan qilib o'tirmangsizlar. Xudo xolasa bu yil mana mahallaga suvni ham beradi degan hangamalar bo'lyapti. Qo'rqmasdan, ikkilanmasdan biyagomusni olib dehqonchilikda qilaversalaringiz bo'ladi. Daraxtlarni tubiga solsangiz bo'ladi. Effekti zo'r. Xudo xolasa chotki rezultat ko'rasiz. Nima bo'lsa ham ulgurib qolingizlar deymanda, mahallada sotilayotgandan foydalanish kerak. Yaqin kunlarda zakazlarimiz ko'p, biyagomusga talab nihoyatda ko'p. Imkon qadar hozir bor payti olib qolish kerak-da. Shuni maslahat beramiz. Biyagomuslarimiz sifati zo'r holatda tayyorlangan. Ulgurib qolish kerak-da. Nima deymiz? Buni ko'rishlaringiz mumkin. Hozir holatini ko'rsataman. Chotki holatda dehqonchilikka soladigan variantida turibdi-da. Holatini qarangizlar. Ichida 1 gram mosir yo'q. Zo'r holatda bo'lgan biyagomuslarimiz tayyor bo'lyapti. Tomorqalaringizni solsalaringiz yerlaringiz unumdorligini ko'tarib beradigan narsada. Buni solgandan keyin boshqa umuman kimyoviy mineral o'g'itlarga ehtiyoj sezmaysiz. Xudo xolasa o'zingizdan chiqqan mahsulot ham organik mahsulot bo'lib chiqadi.